Endi men aytmasam ham bo'ladi qizlar. Bu уже отдельная tema qizlar. Shunaqa zo'r. Xohlasanglar bitta shuni olinglar, qo'linglarga ham, oyog'inglarga, tananglarga, hamma joyga sursanglar ham bo'ladi. Shunaqa zo'r namlantiradi. Mana ko'ryapsizlarmi? Voy, hidini gapirmasa ham bo'ladi. Vau! Ichida azayti bor ekan, и naturalniy deb qo'yibdi. Namlantiruvchi losyon deb qo'ygan, и tipa hamma teriga mos keladi ekan. Ispaniyada ishlab chiqarilgan ekan bu mahsuloti, и bu ham vegan qizlar. Do'konda 3 xilidan bor. Aloe veraligi bor, bitta yomg'onligidan qolgan, bitta dona shundan qoldi qizlar. Вот. Yozinglar kimga kerak bo'lsa. Buni menga nimasi yoqdi? Tak, ishlatishga qulayda, shunda vannada turaveradi, bosib srazi tananglarga shunda surib chiqib ketaverasizlar. Ayniqsa erincholi bankalikni olib, ochib o'tirmaysizlar deb bu tayyor turadi.